Hammaga assalomu alaykum. Bizda Chevrolet Tracker mana oyna ko'taradigan davodchiklarni shtatni ishlatish usuli. Mana bu knopkani bosib tursanglar, oyna ko'tariladi. Uni yoqish uchun mana shu yerdan настройкаga kiramiz. Avtomobil degan joyiga kiramiz. Zamok yoquv bo'lishi kerak, yo mashina zavod bo'lib turishi kerak bizda. Дистанционный блокировка разблокировкаga kirganingizda дистанционное управление окнами degan galochkani mana bunaqa o'chuv bo'ladi bu zavoddan. O'shani yoqib qo'ysanglar bo'ldi. Distansionniy pultdan yopishni bosib turganingizda oyna yopiladi. Hammaga assalomu alaykum. Bizda Chevrolet Tracker mana oyna ko'taradigan davodchiklarni shtatni ishlatish usuli. Mana bu knopkani bosib tursanglar, oyna ko'tariladi. Uni yoqish uchun mana shu yerdan настройкаga kiramiz. Avtomobil degan joyiga kiramiz. Zamok yoquv bo'lishi kerak, yo mashina zavod bo'lib turishi kerak bizda. Дистанционный блокировка разблокировкаga kirganingizda дистанционное управление окнами degan galochkani mana bunaqa o'chuv bo'ladi bu zavoddan. O'shani yoqib qo'ysanglar bo'ldi. Distansionniy pultdan yopishni bosib turganingizda oyna yopiladi. Hammaga assalomu alaykum. Bizda Chevrolet Tracker mana oyna ko'taradigan davodchiklarni shtatni ishlatish usuli. Mana bu knopkani bosib tursanglar, oyna ko'tariladi. Uni yoqish uchun mana shu yerdan настройкаga kiramiz. Avtomobil degan joyiga kiramiz. Zamok yoquv bo'lishi kerak, yo mashina zavod bo'lib turishi kerak bizda. Дистанционный блокировка разблокировкаga kirganingizda дистанционное управление окнами degan galochkani mana bunaqa o'chuv bo'ladi bu zavoddan. O'shani yoqib qo'ysanglar bo'ldi. Distansionniy pultdan yopishni bosib turganingizda oyna yopiladi.